Keling, bugun eko muolajasiga kerakli bo'ladigan analizlar qanchalik ahamiyatliligi haqida gaplashamiz. Birinchi navbatda bu testlarni biz 3 ga bo'lib olamiz. Birinchisi bu bo'lajak ota-onani salomatligiga bog'liq bo'lgan analizlar. Ikkinchisi bu aynan homiladorlik yuzaga kelganda salbiy ta'sir ko'rsatmaydigan holat bormi, yo'qmi salomatliklarda unga taalluqli bo'lgan analiz va ba'zi holatlarda mana har ikkalasida tekshiruvdan o'tgandan keyin chuqurlashtirilgan analizlar kiradi. Ya'ni chuqurlashtirilgan analiz deganimizda bu hamma ham topshiravermaydi. Misol tariqasida oladigan bo'lsak, bu rezus otritsательный, ya'ni rezus manfiy bo'lgan ayollarimizda qon gruppasi. Bularga chuqurlashtirilgan analiz tavsiya qilishimiz mumkin. Va ayolimizda qon gruppasida rezus manfiylik bo'lsa, bunday holatda albatta biz bu rezus manfiylikka antitanachalar bor yo'qligini gematolog vrach bilan birgalikda chuqur analiz tekshirishimiz kerak. Yana bitta chuqur analizlardan bittasi bu xromosoma analizi, ya'ni karyotip analizi. Bu ham qayta homila tushish holatlarida yoki turmush qurgan juftliklarni bir-biriga qarindoshlik holati bo'lsa, biz bunday holatda chuqur analizlardan bittasi karyotip analizini tavsiya qilamiz. Va yana uchinchi tavsiya qiladigan analizlarimizdan bittasi bu agar ayol kishi oldin haqiqatdan qayta homilalar tushish holati bo'lsa, genetik analizlardan bittasi bu trombofiliya analizini ham tavsiya qilinadi. Ya'ni hamma kelgan bemorlarimizga berilgan mana bunday ro'yxatdan tashqari yana chuqur tekshiruv analizlari ham mavjud.